Assalomu alaykum hurmatli qo'mondon, hurmatli ustozlar, ota-onalar, aziz o'quvchilar, yurtimiz tinchligi va osoyishtaligi yo'lida mehnat qilayotgan harbiy xizmatchilar, serjantlar va ofitserlar. Mamlakatimizda yoshlarni harbiy vatanparvarlik, yuksak axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ular ongiga tinchlikdek oliy ne'matning qadrini singdirish borasida tizimli ishlar muhtaram prezidentimiz rahbarliklarida, oliy bosh qo'mondonimiz rahbarliklarida olib borilyapti. Vatanparvarlik yoshlarda fuqarolik burchini, shaxsiy mas'uliyat hissini, el yurt taqdiriga daxldorlik tuyg'usini, faol hayotiy pozitsiya va qat'iy e'tiqodni, kasbiy mahoratni shakllantiradigan qudratli vositadir. Aynan shu maqsadlarni ko'zlab, muhtaram prezidentimizning qarorlariga asosan viloyatimizdagi har bir tuman, shahardagi xususiy maktablarda, umuman barcha umumta'lim maktablarida, sport maktablari, akademik litsey, kasb hunar maktablari, texnikum va politexnikumlarda vatan tayanchi otryadlari tashkil etildi. Vatan tayanchi harakatining faoliyatida faol ishtirok etgan hamda ta'lim tashkilotlarini a'lo baholar bilan tamomlagan har bir vatan tayanchi otryadining bir a'zosiga hamda vatan tayanchi harakatining vatanparvarlar harbiy sport musobaqalari va mahalla yoshlari o'rtasida o'tkaziladigan shijoat va g'ayrat musobaqalarining respublika bosqichi g'oliblariga Mudofaa vazirligi tomonidan belgilanadigan tanlab olish tartibiga muvofiq qurolli kuchlar tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralarning oliy harbiy ta'lim muassasalari hamda oliy harbiylashtirilgan ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun imtiyozli tavsiyanoma beriladi. Tegishli tavsiyanomalarga ega bo'lgan vatan tayanchi otryadi a'zolari qurolli kuchlar tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralarning oliy harbiy ta'lim muassasalari hamda oliy harbiylashtirilgan ta'lim muassasalarining tegishli ta'lim yo'nalishlariga o'qishga kirishda test sinovlari yoki yakka tartibdagi yakuniy suhbat natijalariga ko'ra to'plangan ballarning 5% miqdorida qo'shimcha ball shaklida imtiyozga ega bo'ladilar. O'quv yili davomida 2 marta harbiy poligonlarda, har chorakda 1 marta harbiy qismlarda amaliy mashg'ulotlar olib borish ko'zda tutilgan. Aziz o'quvchilar, 30 ming nafardan ortiq tengdoshlaringiz orasidan 1060 nafaringiz bilimingiz, jismoniy tayyorgarlik darajangiz, shijoatingiz bilan namuna ko'rsatib, vatan tayanchi otryadlari a'zoligiga qabul qilindingiz. Sizlarni erishgan bu ulkan muvaffaqiyatingiz bilan tabriklaymiz. Xizmatchi uchun unutilmas kundir. Bugun sizlar uchun ham unutilmas kun. Chunki qurolli kuchlarimizning mustahkam tayanchiga aylangan Mudofaa va xavfsizlik universiteti harbiy aviatsiya institutida saf tortib, vatanimiz va xalqimiz oldida tantanali va'da bermoqdasiz. Bu va'da sizni Amir Temur, Jaloliddin Mangu berdi singari ulug' bobolarimizning mard va jasur, haqiqiy vatanparvar bo'lib kamol topishingizda, tinchlik va totuvlikni ko'z qarashig'idek asrab avaylash zarurligini chuqur anglab yetadigan fidoyi farzand bo'lishingizda doimiy kuch manbaingiz bo'lishiga ishonamiz. Muhtaram prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, farzandlari bilimli, iste'dodli, o'zining kuchi va salohiyatiga ishonib, doimo oldinga intilib yashaydigan xalq va davlatning istiqboli albatta yorug' bo'ladi. Biz O'zbekiston yoshlarini ana shunday ezgu fazilatlar sohiblari etib tarbiyalash uchun bundan buyon ham bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz. Sizdek bilimli, shijoatli, g'ayratli, yuragi vatan deb jo'shurib turgan farzandlarni tarbiyalab, kamolga yetkazayotgan ota-onangiz va ustozlaringizga ham minnatdorchilik bildiramiz. Men shaxsan o'zim nomimdan, butun Qashqadaryo viloyat hokimligi, jamoatchiligimiz nomidan mana shu tadbirni yuqori darajada tashkil etishda yordam qilganliklari uchun albatta Mudofaa vaziri rahbariyatiga, hurmatli qo'mondonimizga, harbiy aviatsiya instituti rahbariyatiga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Hammalaringizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Albatta sizlar mana shunday yuksak sharafga, vatan tayanchidek otryad a'zosi bo'lib bugun qasamyod qilganlaringiz har birlaringizdan juda katta mas'uliyat va javobgarlikni talab qiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham yozib qo'yibdi, har bir fuqaro O'zbekiston Respublikasini himoya qilishga majbur. Biz albatta har birimiz
o'zimizni mana shunday burchimizni bajarishimiz kerak. Sizlarning oldilaringizda turgan rejalaringizga, o'qishlaringizga omadlar tilaymiz. Doimo sog' salomat bo'linglar. Rahmat hammalaringizga.